Şərq Türkistan Radyo Televizyon Merkezi. And informed discussions. Thank you. Fransiya'nın Paris şəhərində çağırılğan Uyğur xanım qızlarını demokratiya və kişilik hüquq bilimləri bilan tərbiyələş kursu qatnaşıyotqan Amerika, Kanada, Germaniya, Belgiya, Gollandiya, Şvetsiya, Türkiye, Norvegiya, Qozog'iston qatorliq 11 davlatdan kelgan Uyğur xanım qızları yig'inning turli kun tartibini muvaffaqiyatli o'rinlab bo'lgandan keyin 22 aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayı raisi, Uyg'urlarning ma'naviy omisi Rabia Qodir xonimning tashabbusi va qo'llashi bilan demokratik shaklda saylam elib berish orqali Dünya Uyghur ayollari birligini dunyoning, jumladan Yevropaning siyosiy, iqtisodiy va madaniyat markazi hisoblangan Paris shahrida dunyoga keltirdi. Bu muhaciratda yaşayotgan Uyghur xanım qizlari tarixidagi muhim voqealarning biri bo'lib, u yana bir jihatdan muhaciratda yaşayotgan Uyghur xanım qizlarining o'rnidan dast turganligining, sistemlashish va tashkillanish yo'liga qarab mang'anligining, shundaqla har qaysi davlatlar bilan zanjirsimon bog'lanib, dunyo miqyosida o'z diniy madaniyati va insoniy haq-huquqlarini qo'g'dash uchun rasmiy kurashga otlanganligining belgisi edi. Bundaq birlik, bundaq təşkilleniş və bundaq xalqaralıq ölçəmlər boyunca kişilik hüquq və demokratiya bilimləri bilan qurallanish Xitoy hökumətini intayin biaram qılıbatqan məsələlərdən biri bolğan bolsa, 23 aprel gündəki Uyğur xanım qızlarının Fransiya parlamentini ziyaret qilishi, yəni Avropadakı asaslı bir dövlət hesablanğan Fransiyanın Uyğur xanım qızlarına qucaq açışı, Uyğurlar və Uyğur davasının dünya miqyasında qarlashqa urinayotgan Xitoy hukumati uchun yana bir zarba bo'ldi. Yigirma 3 aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayining raisi, Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabia Qodir xonim boshchiligidagi Dünya Uyghur Qurultayining bir qism xodimlari va Fransiyaning Paris shahrida dunyoga kelgan Dünya Uyghur ayollari birligining raisi Risolat Arif boshchiligidagi Uyghur ayollar vakillari, shundaqla Fransiyada yaşayotgan Uyg'urlarning Türk do'stlari birlikda Fransiya parlamentini ziyorat qildi. Bu salonda olacak. Onun için konferans salonu adını takıyoruz çünkü o Napolyon'dan önce kurulan senato toplantı salonu önce buradaymış çünkü asıl salon şimdi başka yan tarafta. Olarak Napolyon'un oturduğu sandalye o ortadadır fakat bir sergi için vermişler o sandalyeyi. Şimdi şu anda ortada. Napolyon oturgan o'rindiq aş o'tirdika, uni hozir bir nimaga ko'rgazmaga ketib qoldi. Bo'lmasa Napolyondan keyin o'rindig'ini ko'ramiz. Burası Napolyon. Bu fotoğrafını koymuşlar orada. Napolyon'un koltuğunun fotoğrafı. O'rindiqniki rasmiy Macao Müzesi'ne vermişler geçici olarak. Macao Müzesi'ne. Habituellement est posé ici. Koltuk normal olarak burada oturuyormuş Napolyon. Mais Napoléon, il est devant la cheminée et il avait des... Aksakallar orada oturuyormuş, o da şöminenin önünde orada oturuyormuş. Şu bunun maslahatçıları, kızlarları tarafı. Napolyon fişat. Meclisinin bolduğu yer, buradaki yanındaki bu yerge yana yasılırdı. Kancılık vakti oldu yasalımda. 16e, 17e siècle. 16-17. yüzyıl bir bölümü. Bir bölümü 16. 17. asırda yazılır. Ve
how to have Bek chiroyli odamlarni tasavvur qilasiz, san'at bu deydilar. This is amazing. Yeah. Vous voulez faire une photo sinon de groupe devant Oui, là. Burada Napolyon'un akıl adamlar konuştuğu yeri de buyurun fotoğraf çekelim. Nerede dedi? Sıkıntınız belki. Maslahatçıları. Hozirgi Fransiya parlamenti qilib ishlatilayotgan bu saroy Fransiyadagi muhim tarixiy asar atiqlarning biri bo'lib, tarixda Fransiya xon podshohlarining saroyi bo'lganligi ma'lum. Saroyning umumiy ko'lami 22,45 gektar bo'lib, 1610-yildan 1643-yilga qadar Fransiyani so'ragan podsho Louis XIII ning bu saroyni onasi uchun soldirganligi ma'lum. Saray 17-asrdagi eng dangliq binokorlik uslubida selingan. Hamda 1615-yili qurilish boshlanib, 1627-yili, ya'ni 12 yilda bitgan. 1794-yili Fransiya inqilobi mezgilida bu saray turma o'rnida ishlatilgan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida havo armiya markazi bazasi bo'lgan. Navbatda bu tarixiy bino Fransiya parlament binosi qilib qo'yilgan. Hozirgi Fransiya parlamenti Fransiyaning dunyo siyosatini belgilaydigan muhim bir siyosiy organ bo'lib qolmay, balki yana o'z navbatida u fransuz xalqiga mansub tarixiy asari atiqi. Shundaqla fransuz xalqining o'z tarixiy asari atiqalarini qanchalik darajada yaxshi qo'g'daydigan va asraydigan bir millat ekanligini bildiradigan muhim belgi. Bu tarixiy va siyosiy ahamiyatga ega Fransiya parlamentini ziyorat qilgan Uyg'ur xonim qizlari Fransiya parlament binosi ichidagi tomlarga sizilgan nafs rasmlar, shundaqla go'zal binokorlik hunar san'atini ko'rib, intayin hayajonlandi. Bo'libmi fransuz xalqining o'z madaniy meroslarini qo'g'dash va saqlashga qanchalik darajada ahamiyat berganligi Uyg'ur xonim qizlarini hayajonlantiradigan nuqtalardir. Parlament binosi ichida Fransuz imperatori Napoleon Bonapartening o'tirgan o'rindig'i saqlanayotgan bo'lib, afsus shu kuni boshqa bir ko'rgazmaxonaga oriyatga berilganligi uchun Uyg'ur xonim qizlari bu o'rindiqni ko'rishga muyassar bo'la olmadi. Fransiya parlamentini ziyorat qilish oxirlashgandan keyin Fransiya Yeshillar partiyasi millat vakili, Fransiya parlamenti Tibet do'stlik jamiyatining boshlig'i, hurmatli Jan Frankova Hamburg Idoq apandi, Yeshil partiya millat vakili Andrey Gotolin apandi va Yeshil partiya millat vakili Mari Kristin xonim qatorliq Fransiya parlament a'zolari, Rabia Qodir xonim boshliq Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari ve Dünya Uyghur Ayolları Birliği'nin başlığı Risalet Arif qatorliq Uyghur ayollar vekillerini qabul qildi. Qabul qilishda so'z qilgan Dünya Uyghur Qurultiyi raisi, Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabia Qodir xonim Fransiya parlament a'zolariga ko'pdan ko'p rahmat aytdi. U mundaq dedi: Senatörler ve efendim barliq xonimlar, şu Parlament Amnesty International, şu Je remercie mesdames, messieurs, les sénateurs, sénatrices qui nous ont permis, qui nous ont accueillis au Sénat. Biz bu ayollar qurultayını demokratiyanın en büyük olan Paris'te içini bütün hemimiz birlikte gelip karar kıldık. Nous avions rêvé de faire un grand congrès des femmes ouïghours internationalement. Et que finalement, en fait, nous avons décidé unanimement de le réaliser à Paris, évidemment le berceau de la liberté et de la démocratie. Mehmet Bey, Logan, Amnesty International'ın gücü bilen, hakasınlar, bizge kuçkunlarını açtınlar. Biz bir diktatörün aslında ezilayotgan bir biçare millet, biz bu şu Paris'deki bir güzel yerde içip kettik. Ben pəxirləməm işədi açalığanlığım üçün, benim ayollar qurultuyum,
Mening birinchi qitimliq ayol raisimning bu yerda tug'ilganligidan, mushundaq bir demokratiya davlatda, mushundaq bir demokratiya saylamda o'tkazganligim uchun men sizlardan va o'zimdan ham mening xalqim ham men faxrlanaman. Vous nous avez permis d'organiser le premier congrès des femmes ouïghours à Paris. Évidemment, moi je suis extrêmement reconnaissante et aussi je suis fière de pouvoir réaliser ce premier congrès à Paris, dans un pays, en France, dans un pays démocratique et de liberté. Et aussi, je suis très fière d'avoir donné la naissance à la première l'Union des femmes ouïghours internationales et aussi à la naissance d'une première présidente de cette union. Bizning bu ayollar qurultayiningki xorijda ochilganligi nurg'un davlatlarda xabar qilinibdi. Évidemment, l'ouverture de ce congrès a été informée dans de nombreux pays. Qarang'iliqning ichidagi necha 10 minglagan turmidagi mahbuslar, vatanda usti uchuq turmida yashayotgan mahbus qo'shish Uyg'ur xalqi buni anglasa qattiq umidlanadi va xo'shamlanadi. Notre peuple, notamment les prisonniers, 10 milliers de prisonniers qui sont en train de vivre la torture dans les prisons, dans les goulags chinoises, seront enchantés, auront un espoir pour leur avenir s'ils entendent de cette permission, de cette ouverture du premier congrès des femmes ouïghours. Cette fois, pour le congrès, nous avons pu inviter de nombreuses femmes brillantes et des chercheuses pour éduquer nos femmes. Et je remercie évidemment ces femmes. Hazır Uyg'urlarning ahvoli intayin og'ir. 200 mingdan ortiq 14 yoshdan 25 yoshgacha qizlarimizni Xitoy o'lkalarga ketdi. Et il y a aussi la politique de déportation des femmes ouïghours pour les femmes justement en Chine. Et qu'ils se sont félicités aussi pour la déportation de 200 000 jeunes femmes ouïghours en Chine intérieure. Des milliers de femmes se trouvent dans la mort, justement sur le lit d'accouchage, aussi à cause d'avortements forcés. S'il y a 1000 ou 2000 personnes en prison, je comprendrai encore, mais c'est la question de 10 milliers de personnes innocentes qui sont en prison. Encore des milliers de femmes ouïghours qui sont descendues dans la rue pour revendiquer leurs maris et leurs enfants disparus pendant ces manifestations. Elles aussi, à leur tour, ont été arrêtées et sont disparues. Nous ne savons pas quelle sorte elles ont aujourd'hui et dans quelle prison elles sont en train de torturer. Maintenant, les Tibétains et les Ouïghours sont en train de lutter pour pouvoir survivre. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, des personnes comme vous qui soutiennent et qui luttent aussi pour le droit fondamental, pour le droit de l'homme. Nous avons besoin de votre soutien sans faille et je vous remercie aussi pour cet accueil chaleureux. Qabul qilishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur ayollari birligining raisi Risolat xonim so'z qilib mundaq dedi. Fransiyaning poytaxti Parijda Uyg'ur ayollarini demokratiya va kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursini o'tkazishimizga ruxsat berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Qabul qilishda Xalqaro kishilik huquq tashkiloti Fransiya sho'basining boshlig'i Junayev Gorgiros xonim so'z qilib, yangidan qurilgan Dunyo Uyg'ur ayollari birligini tabriklaydiganligini bildirdi.
ve Uyghur ayollarının köreşcan royuna yukarı baha. O mundaq dedi. Ben Rabia Kadir Hanım'ın ilip bargan barlıq kişilik hukuk faaliyetlerine alayda rahmet eytimen. Rabia Kadir Hanım bir Kayser ayol. Onun balları türmede. La première présidente justement des femmes ouïghours, voilà, qui a été à cette occasion désignée. Voilà. Ben Uyghur Ayalları Birliği'nin Paris'de kurulganlığından intayın hoşalım. Şundakla reisi Risalet Hanım'ı alayda kutlayın. Yani kelip o Fransızca biladi. Özü hem Belgiye'de yaşaydı. Bizge yakın. Biz bilen onay münasibetki kirgili buladı. Elbette Andrei Gotolin efendi degandek ayollarning dunyodagi o'rni intayin ve intayin muhim. Xuddi Argentinadagi ayollarga o'xshash, mana endi Uyg'ur ayollarimi o'zinglarning vataninglar uchun kurash qilyapsizlar. Albatta biz xalqaro kechirim tashkiloti sizlarni butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Merci et continuez votre combat. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, je suis très heureux, très fier, très honoré. Xitmamda kelishimda deydi prezidentning bir hafta Xitoyga bir ziyoratga bir hafta qolgan chaqda to'g'rilamadi. O'tgan bosh ministerimiz qolgan chaqda kelgandim deydi. Sen kimden olsan bizge haber kılsa biz sana kaçan keldiğanlarımızı biz bildirelim. Ne Altay grubu. Intention. I'm sure you'd shoot the thing just to bother even more the French and Chinese authorities. Deydi sen deydi bunu maksat kalda kıldın mı deydi. Hem Fransa hem Xitay hükümet hanımlarını eğir ahvalı koyuş için deydi. Okay. I'm waiting for one of my colleagues. She was both Turkish. She was born. My official business card. No, I'm waiting because I give it too much and I'm off. Rafraîchir et de déguster le petit cocktail. With you and I will follow everywhere to seek your help. Même pas.